Bugun men sizlarga 11 ga osongina ko'paytirish yo'llari haqida ma'lumot bermoqchiman. 26 ni 11 ga ko'paytirishim kerak. Buning uchun 2 va 6 ni yozib olaman. O'rtaga esa ularni qo'shib yozib qo'yaman. 2 ga 6 ni qo'shsam 8. Demak 26 ni 11 ga ko'paytirsak 286 hosil bo'ladi. 61 ni 11 ga ko'paytirmoqchiman. 6 va 1 ni yozib oldim. O'rtaga 6 ga 1 ni qo'shaman. 671 hosil bo'lishini ko'ramiz. 93 ni ham 11 ga ko'paytirmoqchiman. 9 va 3 ni yozib oldim. 9 ga 3 ni qo'shsam 2 xonali son hosil bo'lar ekan. Bunda hosil bo'lgan 2 xonali sonning o'nlar xonasidagi raqamni mana bu oldinda turgan songa, ya'ni o'nlar xonasidagi songa qo'shib olishim kerak. Natijada bu 1023 hosil bo'lishini ko'ramiz. Agar sonimiz 3 xonali son bo'ladigan bo'lsa, uni 11 ga ko'paytirayotganimizda ham demak, sonni ikki chetidagi sonni ikki chetga yozib olamanda, o'rtaga 1 ga 3 ni qo'shib yozaman. Demak, 4. Keyin esa 3 ga 5 ni qo'shib yozaman, 8. Demak, 135 ni 11 ga ko'paytirsam 1485 hosil bo'lar ekan.